Mani qon bosimim ko'p tushib ketadigan bo'ldi. 60-70 ga tushib ketadigan bo'ldi. Faqat aptekadan dori olsam, qonni ko'paytiradigan, davleniyani ko'taradigan ukollar bilan ham, skor kelib ketgani bilan ham foyda bo'lmadi. Keyin faqat holsiz bo'lib qoldim. Keyin faqat Allohdan so'radim. Kechasi yo Alloh, o'zing ko'rsatgin, o'zing bildirgin, o'zing shifosini o'zing qaysi yo'l bilan shifo topishimni o'zing bilguvchisan deb faqat Allohdan so'radim. Chunki ancha oydan beri skorini o'sha qilib ketgan nimalar bilan ham yaxshi qayta bo'ladi. Hech bir aniq sabab yo'q. Nimadan qon bosimi tushib ketadi? Yuragim qisilib ketadi, nima qilishimni bilmayman. Kechasi shu Allohdan so'ragan paytim shu ketma-ket deyarli 1,5 soat faqat sajdaga boshimni qo'yib yig'lab Allohdan so'radim. Menga ko'rsatgan shifo qaysi tomondan bo'ladi? Kim sababchi bo'lishi mumkin? Shifo bilan birga kasallikni yaratgan Parvardigor deb Allohdan so'rab duo qilgan paytimga shu kech paytiga Instagramni ko'rib chiqdim. Instagramdan reklama ko'rayotgan payt shu Buxorodagi, o'zim Buxorodanman. Buxorodagi Ulug'bek domlani shu nimalarni ko'rdim. O'ra kishilarni bergan arxivlarni ko'rdim, natijalarni ko'rdim. Keyin adresni olib, bugunisi keldim. Bugunisi kelib bir marta o'qitgandan keyin yuragimga og'riq kuchaydi. Shu og'riqni tekshirtirish uchun o'zimni xirurgiyaga ishlaydigan akam, onkologiyga ishlaylar. U kishiga borib, bitta tekshirtiraylik dedim. Nimaga yuragim siqilib og'riq beryapti dedim. Keyin u kishi tekshirgan payt analiz natijasi chiqdi. O'ng ko'krakni ostiga o'simta turibdi. O'simtaning shakli tuxumdan katta turibdi. Shu o'simtani nimasi bilan san davleniyang tushib ketgan dedilar. Shunga mazam qochgan dedilar. Bu operatsiya bilan ham yaxshi bo'lishi buni men javob bera olmayman senga. Men necha yildan beri ishlayman. Operatsiya bilan hech narsa deyolmayman, lekin sen lechena olgin, harakatini qiyin dedilar. Hamma o'sha doktor bergan nazarchalarni oldim, lekin aptekadan Allohga guvohki bironta dorini olganim yo'q. Hech birini sotib olganim yo'q. To'g'ri, yana bugunisi ertalab Ulug'bek domlaga kelib yana o'qitdim. Keyingi 3-kun ham yana bir marta o'qitdim. Keyin analiz tahlillarni ko'rgandan keyin u o'simtadan asar ham yo'q. Hech narsa yo'q. Mashalloh. O'simtani joyi shunagina oq turibdi, o'simtani o'zi yo'q. Mashalloh. Qayta tekshirtirdilar. Nima qilding? Bironma surtdingmi dedilar. Bironma qildingmi? Bironma ichdingmi? Nima qilding dedilar. Men dedim, shu Ulug'bek domlaga 3 marta o'qitdim, tamom. Allohning kalomi Qur'on shifo. Alloh Ulug'bek domlani martabalarini baland qilsin. Rahmat. Sizlarga baraka bersin. Amin. Rahmat, barcha bemorlar shifo bersin. Yo, o'sha akayis xirurg nima dedilar keyin? Yig'lab yubordilarmi? Shuni ham ayting. Akam yig'lab yubordilar, chunki men dedilar, men shuncha yil ishlab bu narsani ko'rmaganman, bu holatni ko'rmaganman. Bu qanday bo'lishi mumkin deb u kishi aytdilar-da, men aytdim, aka, Allohning kalomiga siz ishonmaysizmi? Mashalloh. Qur'on shifo. Siz bo'lmasa oliy toifali o'qituvchisiz. Oliy toifali o'qituvchi. Alloh Qur'onni shifo qilib berdi. Bizni ham duo qilasiz. Alhamdulillah, rak kasalmi, boshqa kasalmi, hamma kasalliklarga Qur'on shifo. Rahmat, salomat. Rahmat sizga.